betonimizni quyganimizdan keyin 2 soat, 3 soatdan keyin sekin namlashni boshlaymiz. Ko'p shalabbo qilib emas. 3 soat, 4 soatdan keyin shlangda sepsak bo'ladi. Namlab turishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa tagidagi, ichidagi betonimizdagi suvlar ispareniya bo'ldimi, yoriqlar paydo bo'lishi tezlashadi, qurib qoladi. Tasavvur qilamiz. Nima qurib qolsa qanaqa yorilib ketadi masalan. Oddiy qumom qanaqa yorilsa, xuddi shu. Suv ispareniya bo'ldi. Nima qilamiz? Dubaylarda nima qiladi? Latta solib qoladi, lattani ho'llab turadi. Biz suv sepamiz-ku, ular latta soladi. Lattani ho'llagandan keyin latta sal bo'lsa ham ushlab turadi. Namlikni ushlab turadi-da. Biz skotch qilyapmiz, to'g'rimi? Salafan qilamiz, stretch qilyapmiz, boshqa qilyapmiz. Mayli, u ham yomon emas, lekin iloj bo'lsa lattada, qalin latta qilib uni ho'llab qo'ysak yaxshiroq. Va mana shu parvarishlash, betonlarimizni parvarishlash mana shunaqa jazirama issiqlikda betonimizni sifatini 30% dan 50% ga kuchaytirib beradi. Mana shu suv sepib, asrab uni avaylash. 30% dan 50% gacha betonni markasini beradi. Agar beton quydiz, ketdingiz, bo'ldi, unaqa bo'ladigan bo'lsa, beton o'z markasini bermaydi. 28 kunda beton o'z markasini beradi.